Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasi Amerika Davlat Majlisida ma'qullikdan o'tdi. Xitoyning Tumshuq shahrida Uyg'urlarni DNA orqali tonish tadqiqot olib berayotganligi oshkorlandi. Shuhrat Zokir atalmış kasbiy tarbiyalash maktablarini yana bir qatam oqladi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Tuzitib yangidan tunishtirilgan Uyg'urlarga ega chiqish va dunyoviy insonparvarlikning o'rtaq inkosi, ya'ni Uyg'ur 2019 nomli qonun loyihasi 3-dekabr kuni Amerika Davlat Majlisi Avam palatasida birga qarshi 407 ovoz bilan ma'qullikdan o'tdi. Mazkur qonunning yana bir varianti, ya'ni Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi Kengash palata a'zosi Marko Rubio qatorliqlar tomonidan tunishtirilib, bu yil 11-sentabr Kengash palatasida ma'qullikdan o'tgan. Bu navbat tunishtirilgan qonun loyihasi Avam palatasida ilgari tunishtirilgan Uyg'urlar ega chiqish va dunyoviy insonparvarlikning o'rtaq inkosi qonun loyihasi bilan Kengash palatasi tunishtirilib ma'qullikdan o'tgan Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonun loyihasi biriktirilgan yangi qonun loyihasi hisoblanadi ekan. Qonun loyihasi Davlat Majlisida 40 minut atrofida munozara qilingan va shu kuni qonunning ma'qullikdan o'tganligi rasmiy jakarlangan. Qonun loyihasi kelgusida Kengash palatasida ovozi qo'yiladi va Kengash palatasida ma'qullikdan o'tgandan keyin prezidentning imzolashiga yo'llanadi va prezident imzo qo'ygandan keyin rasmiy qonun bo'lib ma'qullanadi. Amerika prezidenti qonun ma'qullanib e'lon qilingandan keyin 4 oy ichida parlamentga bir parcha Xinjiang xalqiga bo'lgan insoniy huquqiga cheqilish qilmishiga mas'ul bo'lish, shundaqla qaror chiqaruvchi, planlovchi, amallashtiruvchi, ijro qiluvchi qatorliq Xitoy amaldorlarining tizimlikini topshirishini hamda Magnitsky qonuniga asosan tizimlik qilingan Xitoy amaldorlarining Amerikadagi mol-mulkini tutib qilib, ularning Amerika tuproqiga kirishini cheklaydi. Qonun loyihasida yana Xitoy Xinjiangning ismi atilib, jazolash obyektining birisi bo'lishini ta'kidlagan. Erkin Osiyo radiosi xabarida Germaniyadagi asosiy tadqiqot organlarining biri bo'lgan Max Planck jamiyati 3-dekabr kuni Erkin Osiyo radiosiga bayonot berib, Sharq Turkistonning Tumshuq shahrida ilib berilayotgan DNA orqali yuz tonish tadqiqotida javobgarlik borligini rad qildi. Bu organning ta'kidlashicha, mazkur tadqiqot turidagi moliya va axloqiy javobgarlik butunlay Xitoy Fanlar akademiyasining ustida ekan. 3-dekabr kuni e'lon qilingan Xitoyning Tumshuq shahrida tajribaxona qurib, kishilarning DNAsi orqali ularning yuz chiroyini sizib chiqish texnologiyasini sinab qilayotganligi. Germaniya Max Planck jamiyatining bu tadqiqot turiga qatnashayotgan ba'zi Xitoy tadqiqotchilarini pul bilan ta'minlaganligi haqidagi xabar xalqaro taratqular va kishilik huquq tashkilotlarining qattiq diqqatini qo'zg'agan. Xitoyning yuz tonish texnikasi orqali kishilarning etnik kimligini tonishini ishga oshirganligi va bu texnologiyaning ba'zi xalqaro o'rinlardagi bexatarlik kameralarida ishlatilganligi hammaga ma'lum. Lekin New York vaqti kezdi 3-dekabr kuni e'lon qilgan bir xabarda hamda Xitoy tadqiqotchilarining Tumshuq shahrida DNA orqali Uyg'ur kishilarning chiroyini sizib chiqishni sinab qilayotganligi oshkorlanib, mazkur tadqiqot turining Xitoy hukumatiga chetishliq ekanligi va uning qatnashayotgan 3 nafar Xitoy tadqiqotchisining kimligini e'lon qilgan. Bu tadqiqot turiga qatnashayotgan oz deganda 2 nafar Xitoy tadqiqotchisining G'arbdagi ba'zi nopozliq tadqiqot o'rinlari bilan hamkorlik munosabati borligi ta'kidlanib, Germaniya Max Planck jamiyati bu tadqiqotchilarning biriga $22,000 yordam berganligi. Shundaqla yana bir Xitoy tadqiqotchining o'z navbatida yana Gollandiya Erasmus universiteti tibbiy markazida vazifasi borligi bildirilgan. Erkin Osiyo radiosi bu munosabat bilan 3-dekabr kuni Germaniyadagi Max Planck jamiyatiga telefon qilib, ularning Sharq Turkistonda yuz berayotgan hodisalardan xabar bor yo'qligi, kishilik huquq tashkilotlarining andishlariga qanday inkas qaytaradiganligini so'raganda, mazkur jamiyatning bayonotchisi Kristina Bek savollar qaytargan yozma bayonotida o'zlarining buningda javobgarligi borligini rad qildi. Max Planck jamiyati o'zining buningda javobgarligining borligini rad qilgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning 3 milliondan ortiq musulmonni yig'ib olish lagerlariga qamagan millionlagan Uyg'urning DNA avrishkisi to'planib, dunyodagi eng chong DNA ombiri qurilgan Sharq Turkistondagi bir joyda Uyg'urning qon avrishkisining mazkur tadqiqot turiga ishlatilishi mutaxassislarda andish qo'zg'ab, zo'r axloq savollarni paydo qilmoqda. Mutaxassislarning ilgari surishicha, bu yerdagi eng halqiliq masala qon avrishkilarining qanday elinganligi va bu tadqiqotning qanday maqsadni chiqish qilayotganligi ekan. Xitoy taraf mazkur tadqiqotda o'zlarining xalqaro ilmiy o'lchamlarga amal qilayotganligi, uningda ishlatilayotgan qon avrishkisi Tumshuqdagi yerlik aholilarning roziligi bilan inilganligini ilgari sursimi, lekin xalqaroda Xitoy inson qo'l hujayrasini gumonli ishlar ishlatyotdi degan qarashdagi mutaxassis va faoliyatchilarning soni borgan sir ko'paymoqda. Erkin Osiyo radiosi xabarida Sharq Turkistondagi lagerlar xalqaroning kuchli tanqidiga uchrayotganda, atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining raisi Shuhrat Zokir 3-dekabr kuni maqola e'lon qilib, bu xil maktablarning qonun bo'yicha taraqqiy qildirilayotganligini, shuningdek buning har millat xalqining negizlik kishilik huquqining kafolati ekanligini ta'kidladi.
Şöhret Zakir maqolasida mazkur kasbiy tarbiyalash maktablarining xalqaro axborot vositalaridagi qiziq temalardan bo'lib kelganligini alohida ko'rsatish bilan bir qism g'arb davlatlarini tuhmat qilish va qora surkash bilan shug'ullanmoqda deb ayblab, davlatimizning ichki ishlariga aralashganlik degan. O maqolasida o'tgan asrning 90-yillardan boshlab Sharq Turkistonda ko'p qatim terrorlik voqeasining ko'rilganligini va buning nurg'un jonga zomin bo'lganligini misol qilish orqali bu terrorlik faoliyatlarining hammasi diniy asabiylik sababidan kelib chiqqan deb ko'rsatgan. Ammo nima uchun bu xildagi atalmish terrorlik voqealarining ko'rilganligi haqida so'z qilmagan. U yana terrorchi unsurlarning diniy to'nga o'rni olish orqali o'zlarini niqoblab kelganligini misol qilib, hozir o'zlarining bir qo'lda terrorlik voqealarini bostirish, yana bir qo'lda terrorlik voqealarining oldini olish va saqlanish tadbirlarini ijro qilayotganligini, atalmish kasbiy tarbiyalash maktablarining ana shu tadbirlarning biri ekanligini, bu tadbir sababidan o'tgan 3 yildan buyon Uyg'urlar diyorida hech qanday terrorlik voqeasi ko'rilmaganligini alohida ta'kidlagan. Şöhret Zakir maqolasida yana Xitoyning qonun davlati ekanligini, Xitoydagi qonun orqali idora qilish mexanizmi, terrorlik qarshi turish qonun nizomlari va yerlik nizomlarning kasbiy tarbiyalash maktablari qurishni qonuniy asos bilan ta'min etadiganligini alohida ta'kidlagan. Shuningdek, tarbiyalash xizmati orqali diniy asabiy ideyalarning tarqalishini eng zo'r darajada cheklagili bo'ladiganligini, hamda bu orqali fuqarolarning diniy asabiyligining ziyonkashlik uchirmaslikdek tüplik huquqini qo'g'dashga bo'ladiganligini ko'rsatgan. Şöhret Zakir bilan bir vaqtda bayonot e'lon qilgan Xitoy islom jamiyatining muavin raisi, Ürümçi Ak Masjidining imomi Abdushukur rahmatullohmi o'zining yillardan buyon diniy asabiy unsurlarning buzg'unchilik harakatlariga shohid bo'lganligini, bu xil diniy asabiylik ideyalarining oldini olishda atalmish kasbiy tarbiyalash maktablarining bakmi muhim rol o'ynaganligini alohida sharhlagan. Amerika Uyg'ur birlashmasining sobiq raisi Elshad Hasan bu haqda to'xtalib, Xitoy hukumatining qonun davlati emasligi osmondagi quyoshdak aniq paket. Ular har qancha qilib millionlagan Uyg'urni lager qamash orqali terrorlikning oldini olmoqchi bo'lishda qonunsiz qilmishini aqlayolmaydi. Ular hozir asabiylik qarshi turish nomida Uyg'urlarning milliy va diniy madaniyatini yo'qotyapti dedi. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.